Diqqat! Abduqodir Husanov muxlislariga tezkor xabar. Husanov kubuksiz qoldi. Gerald Husanovning zaxirada o'tirishi unga yoqmasligini aytdi. Assalomu alaykum do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun kerakli xabarlar nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimizning rivojlanishi va unda har doim sport haqidagi xabarlar to'xtovsiz chiqishi uchun video ostida like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Aziz do'stlar, like tugmachasini bosib qo'yish siz uchun bir soniya vaqt xolos. Biz uchun esa katta motivatsiya. Marhamat, videoni tomosha qiling. Diqqat! Xabaringiz bor, kecha Pep Gvardiola boshchiligidagi Manchester City Angliya Kubogi va Kristal Palace'ga 1-0 hisobida imkoniyatni boy berdi. Ushbu uchrashuvdan so'ng ispaniyalik mutaxassis asosan Klaudio Echenining zaxiradan maydonga tushgani bo'lib o'tgan o'yin haqida gapirdi. Shu bilan birga zaxirada qolib ketayotgan hamyurtimiz Abduqodir Husanov uning boshqa jamoadoshlari haqida ham qisqacha o'z fikrini bildirib o'rtoqlashdi. Klaudio Echenining o'yinga qanday qo'shilgani haqida. To'g'risini aytganida, uning o'yin uslubi va imkoniyatlarini hisobga olgan holda bu yomon qaror emas edi. Uning kichik maydonda 3 ta imkoniyati bo'lgan edi. Men uni mashg'ulotlarda ko'rganim uchun shunday xulosaga keldim. Endi qarang, Abduqodir Husanov va Vittorius bor. Ular har doim tribuna oldida, zaxirada 4-5 o'yin o'tkazishadi va bu menga yoqmaydi, deydi manchesterliklar mutaxassisi. Jamoa ustozi bo'lajak uchrashuvlar haqida ham qisqacha gapirdi. Oldimizda yana 2 ta o'yin bor. Kelasi mavsum uchun muhim maqsad. Shuning uchun bugun dam olamiz va mashg'ulotlar haqida o'ylab, keyin esa ertaga seshanba kuni Bournemouthga qarshi o'yinga tayyorgarlik ko'rishimiz zarur. Ma'lumot o'rnida, hozirda shaharliklar Angliya Premyer Ligasida 36 ta uchrashuvdan so'ng 65 ochko to'plagan holda 6-o'rinni egalladi. Agarda jamoa bu turdagi bahsda muvaffaqiyatga erishib 3 ochkoni qo'lga kiritsa, 3-o'ringacha ko'tarilish imkoniyati bo'ladi, deyiladi xabarda.